Xolajon, o men turgan joyga siz ishlaysizmi? O bering menga buni. Ye, endi nima qilasan? Tirnog'im bilan kavlab beraman. Hozir lapat olib kelaman. Ona qani bu bizga yordam beryapti o'zi? Bir gapi bor-da buni. Qishniz qizim yaxshi ko'rib qoldim. Dugonangni aytayaptimi? Ha. Mana qara, mana sherikdan besam urib berasanmi? Ha, ketdim. Oldim ishkalotdi. Yo'q, yegani yo'q, ariqqa tashlaverdi Farangiz. Xolajon, mana qo'shniz Madina onasiga meni maqtab qo'ying, yaxshi bo'ladi. Qani kirlarni yuvayapman. Yuvsang mayli borib maqtab kelishim mumkin. Endi men yuvmasam kerak shu kirlarni. Uylanmay o'ylab, Bo'ydoqbek. Mana pulis. Pulut kerak emas, men. Agar pul olmayman deganingizda mashinangizga o'tirmasdik. Xafa qiling uni. Yana 50 ming bek qo'shib gulov beraman. Stachini ham bermadi, pas. Oxirgi pulim edi. Ey, unga shuncha rasvot qilganingcha borib nagri sevishingni ayt. Sen tushunmaysan, bu marketing, ko'proq maqtab reklama qilish kerak. Umishingizda to'yga o't. Muncha zo'r uygacha tashlab qo'ymani. Ishim bitti, jentramloydan o'tdi. Pashol berdan. To'ydan oldin xolingiz bilan jiyaningiz meni sizga maqtash uchun qancha umrimni pulimni yegandilar. Ya, o duvayna yopishtirgan ekan-ku bular. Ha, shuni o'zim yatsang nima bo'laydi? O'zingizchi. Xolam bilan qiz kelsa, vash qo'ymagan uyga, tushundingmi? Ketdik. Bu yerda bizga non qolmadi. Xola, uni qo'shningizni kenja qizim bizga ham to'g'rilab bering.